Expo 2026 kasb ko'rgazmasi mamlakatimiz yoshlari uchun muhim maydon. Ayni paytda Namanganda o'z ishini boshlagan tadbirda oliy ta'lim muassasalarini tamomlayotgan bitiruvchi talabalar, yirik korxona va tashkilotlar, bank, moliya muassasalari hamda ish beruvchi kompaniyalar bir maydonda jam bo'ldi. Jarayonlarni hamkasbim Zebo To'xtayeva kuzatib bormoqda va bizga jonli efir orqali ma'lumotlar taqdim etishga tayyor turibdi. Marhamat. Assalomu alaykum, rahmat, Umid. Ayni paytda Namanganda Talaba Expo kasb ko'rgazmasi juda ko'tarinki ruhda o'tkazilyapti. Bu yerda viloyatning 150 dan ortiq ish beruvchilari o'zining 2000 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashyapti va bitiruvchi talabalar o'zlariga munosib ish topishmoqda. Mana bu yerda ham talaba va ish beruvchi o'rtasidagi suhbatga guvoh bo'lyapmiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz, qaysi oliy ta'lim muassasasini qaysi yo'nalishi bo'yicha tugatyapsiz va qanday ishni ko'rdingiz hozir? Assalomu alaykum. Men Namangan davlat texnika universiteti qurilish fakulteti gidrotexnika inshootlar va nasos stansiyalardan foydalanish yo'nalishini bitiryapman. Va bugun Talaba Expo 2026 ga keldim va bu yerda ish beruvchilar hamda har xil korxonalarni ish vakantlari bilan o'zlari qatnashishyapti degan ko'rgazmalari bilan bu yerda ko'rib men bu ko'rgazmaga ko'zim tushdi. Aynan o'zimni jalb qilgani bu meni yo'nalishim bo'lgani uchun jalb qildi va shu yerga kelib aka bilan gaplashib turibmiz. Ish o'rinlari bor ekan va shu ish bo'yicha suhbat jarayoni ketyapti. Taklif qilyaptilar, bizda ish o'rinlari bor. Ozgina suhbatlashdik. Sharoitlar bilan tanishdingizmi? Oylik maoshlari qancha ekan? Sharoitlari bilan tanishdik. Boshlang'ich 3,5 million so'm oylik qilib beraman deb aytdilar va o'zim undan keyingi o'zim ish faoliyatimga, o'zimni ko'rsatishimga qarab yana oylikka ko'paytirish beraman deb aytayaptilar va bu qiziqtirgan joyda hozirgi kunda bu sohani rivojlanayotgani O'zbekistonda butun sug'orish tizimlarini tomchilatib sug'orishga va yomg'irlatib sug'orishga, suv tejamkorligini oshirishga qaratilayotgani va aynan shu korxona shu ish bilan shug'ullanayotgani meni juda qiziqtirdi va o'zim shu korxonada ishlash niyatidaman, ishtiyoqidaman va aka bilan shartnoma tuzaman. Ish beruvchi bilan shartnoma tuzish arafasida bu ko'rgazmaga nechta bo'sh ish o'rni bilan qatnashmoqdasizlar? Assalomu alaykum. Kadirov Namangan MCH rahbariman. Bugungi kunda 7 ta ish o'rnida qatnashyapmiz hozirgi kunda. Talabamiz keldilar, so'rayaptilar, ish jarayoni qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, sharoitlarni so'radilar. Hammasini tushuntirib turdim hozir. Xudo xolasa shartnoma tuzamiz. Shu bizga ma'qul keldi. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, ushbu Talaba Expo kasb ko'rgazmasi bitiruvchi yoshlar uchun katta platforma vazifasini o'tayapti. Oldin qayerga ishga boraman, qanday ishga kiraman deb talabalar sarson bo'lsa, bugun mana shu yerning o'zida ular o'zlariga munosib ish o'rinlarini topishyapti va mana bu ko'rgazma doirasida yana ko'plab tadbirlar bo'lishi ko'zda tutilgan. Biz keyingi dasturlarimizda bu haqda yana batafsil ma'lumotlar beramiz. Bizda hozircha shular edi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Dasturimiz davom etadi.